Faqat ko'rib olaman ichida nima borligini. Yo'q, ochmagin ukam. Shunday olib borib ber bo'ldi. Bu yoqda qabul qilib olishadi. Yo'q aka, o'tni ko'ra olmasam Ochmadi olmasang. Ochmadi Ochma degandan keyin ochma. Bor, olib borib ber. Bo'ldi, yop. Aka, qo'lingizda perchatga, boshqa yo'q g'alati shubhali ko'rayotgan, har bitta olgan dastavka ochib ko'rib olishga haqliman. Men haqqim bor bu narsa bo'yicha aka. Itim bo'l o'zingizlar mashinanglar bor, o'zingizlar mashinanglarni nima olib bormayapsiz? Qo'lingizga perchatka kiyib olgan. Qo'l kuygan, mashina keladigan. beradi. Mashinada bu narsa bo'ladigan, buning ichida har xil narsa bo'lishi mumkin. Mashinada gazi yo'q bo'lgani uchun dastavka chaqirib bera olamiz. Lekin yo'l kiraga pulinglar bor-a? U yoqda qabul qilib olishi beradi pulini. Yo'q aka, mana mashinalar bor ekan, olib borib beringlar o'zingizlar. Mashina zapravkasi yo'q. Hop, men olib borib bermayman uni. Ichini ochib Nimaga olib borib ko'rishim kerak bermaysan? yo'q. Ochmadi olman senga. Tushunmayapsanmi? Aka, ichini ochib ko'rib olma. Qayerdan bilaman men nima borligini, aka, buning Shuni olib borib ber bo'ldi. Ichi bola yo'q ichida. Bo'pti, nima uchun cho'chyapsiz bola? Cho'chayotganlar shuni olib borib ber bo'ldi. Cho'chyapsiz-ku. Biz har safar shunaqa berib yuboramiz. Biz 2 kun telefon qilamiz. Falan oldida ochib ko'rsatib berasiz, bo'ladimi? Nima deyapsan 102 pulini berilyaptimi? Olib borib ber bo'ldi. Cho'chyapsizmi, cho'chyapsiz. Nimadir borki ichida shunaqa cho'chyapsiz. Olib borib ber bo'ldi, ko'p gapirmasdan, tushundingmi? Yo'q, olib borib bermayman. Boshqa dastak. Borib ber degandan keyin olib borib ber. Nima qilasan? Riskka bor. Bo'ldi, Olib borib ber. jalba qilib ustidan bosib yuboramiz, bo'ldi. Olib borib bosvormi, aka? Bemalol. Dastavkada sizlarning har doim haqqinglar bor. Sumkani ochib tekshirib olishga ichida nima borligini. Muammolarga uchramaslik uchun Toshkent Sifat taksi parkiga ulanish kerak. Har 5000 kilometrda moyiz tekinga almashtirib beriladi. Har bir oy ichida 6 ta haydovchiga 1 milliondan tekinga pul mukofoti beriladi. Arenda to'lashga qiynalayotgan bo'lsangiz, arendangiz ham to'lab beriladi. Boshlang'ich to'lovsiz foizdasiz. Undan tashqari mashinangizga jarima keladigan bo'lsa, ularni ham boshlang'ich to'lovsiz to'lab beriladi, foizdasiz. Uning uchun Toshkent Sifat taksi parkiga kelib ishlash kerak. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib do'stingizga tarqatib qo'ying.